Yig'ib qo'ygan pulimga qancha qo'yib boqsam bo'ladi, qancha daromad qilsam bo'ladi yokida qo'y olib boqib biznes qilaymikin yoki alohida bir boshqa ish qilaymikin deb turgan akalarimiz videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu video sizlar uchun atalgan. Yoqsa bittadan like, kanalga obuna va o'z fikrlaringni kommentariyada yozib qolishlaringni kutaman. Hammaga omad. Assalomu alaykum, o'zimizning Chorva YouTube kanali obunachilari, hurmatli qo'y boqishga ishqiboz bo'lgan akalar, ukalar, birodarlar. Bugungi videomiz xudo xolasa qo'y boqishni nimaga tavsiya qilaman? Hozir qo'y boqish hozirgi zamonda nima uchun kerak degan savollarga javob berish uchun shu videoni tayyorlashga qaror qildik. Bunga meni ilhomlantirgan eng asosiy bir sabab farg'onalik akamiz telefon qildilar. Ukam, endi shu soha ichida ekansiz dedilar. Bir savolim bor dedilar. 15 ming dedilarmi, 18 ming dollar dedilar, pulim bor dedilar. Aka, ko'rib turgan bo'lsangiz like bosib qo'yasiz. Bitta ish bor dedilar, shunga o'shani sarmoya qilib kiritishim mumkin. Oyiga 500 dollar, 600 dollar atrofida pul chiqaradi dedilar. Yoki o'zimning xohishim bor, qo'y boqish joyimda qilib qo'yganman, chiroyli sharoitim bor dedilar. Qanday maslahat berasiz va qo'y boqsam qancha daromad ola olaman? Endi ularga javoblarni berdik, o'zlarini qoniqtirdi shekilli menimcha. Va iltimos qildilar, shu bo'yicha bitta video tayyorlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Ko'pchilik shunaqa savol berayotgan, shunaqa o'y xayolda yurganlar bor, shularga bir nima deydi, motivatsiya bo'ladi yoki to'g'ri yo'nalishga tushish uchun bir turtki bo'ladi dedilar. Shunga video qilishga qaror qildik. Endi bir qaranglar. Videomizda kommentariyasi hamma uchun ochiq, hamma yozsin bemalol. Shunaqa telefon qilayotganlaringga qarshi emasman. Shuning uchun kanalga nomerni qo'yib qo'yganman. Birinchisi, ikkinchisi, shu berayotgan savollarni imkon qadar kommentariyada yozsanglar, maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Nimaga? Chunki men javob beraman. Mendan yaxshi shu qo'yda ichida yurgan, qo'yda tushunadigan, qo'yda biladigan akalar, birodarlar javob beradi. Qo'yingki u yerda kommentariyani bir muloqot maydoniga aylantiraylik. Shunday muloqot maydoni bo'lsinki, biladigan odam kim bo'lishidan qat'iy nazar javob bersin, fikr bildirsin. Kim bo'lishidan qat'iy nazar savol bersin. Qanday savol bo'lishidan qat'iy nazar qo'y bo'yicha bo'lsa bo'ldi. Savol bersin. Kelinglar, mana videoda ko'rayotganlar, shuni bir o'zimizga nima qilaylik-da, video ko'rish davomida bitta kommentariyani ko'zdan kechirib qo'yaylik. Kimda qanaqa savol bor? Yozsin, kimda o'sha savolga javob bor. Farqi yo'q, yozsin. Men o'zimni bir professional deb hisoblamayman bu qo'y yo'nalishi bo'yicha. Lekin imkon qadar shu men orqali bir-birimizni savol-javobimizga javob beraylik. Shunda videomiz manfaatliroq, ko'pchilikka foydaliroq bo'ladi deb hisoblayman. Keyingi masala. Bitta akamiz yozibdilar, ko'proq video qo'ying, videolaringiz oxirgi paytda kamayib ketdi, rost kamayib ketdi. Nimaga? Motivatsiyam tushib ketyapti meni. Nimaga? Videomni ko'rishyapti 5 ming, 6 ming, 8 ming, 10 ming, 18 minggacha, 20 minggacha ko'rishdi. Jonli efirlarimizni 90 ming oxirgilarida 90 ming ko'rishdi, 47 ming, 35 ming, qo'yingki zo'r ko'rishyapti, lekin kanalimiz hali ham endi 1800 ta odam to'pladi xolos. Bitta video qo'yasiz, o'zingiz motivatsiya bilan 5000 ta odam ko'radi, atiga 150 ta like, kommentariya deyarli yo'q. Obunachilar 20 dona olib kelgan xolos. Albatta bu umumiy olib qaraganda juda yaxshi ko'rsatkichlar. Lekin hozir qo'yga bo'lgan ishqibozchilik, talabgirlik muhitini olib qaraganda bu yaxshi ko'rsatkich deb hisoblamayman. Qoniqarsizdan pastroq deb hisoblayman. Nimaga? Chunki rost gapiryapman, borini ko'rsatyapman. Hech nimani yashirayotganim yo'q. Misol, mana shu qo'ylarimni nech puldan sotsam, nech pul daromad qilaman. Hisob-kitoblarimgacha, daftarimgacha ko'rsatdim, nech puldan olganman, nech puldan yem berganman, hammasini hisob-kitobini qilib berdim. Men hali kontentlarni ko'pini ko'raman, bironta unaqa blog yuritayotgan odamni ko'rayotganim yo'q. Taxminiy hisobda aytadi, lekin boqib turgan narsasini живой ustida ko'rsatayotganini ko'rganim yo'q. Dalili bilan-da qilib beryapman, lekin nima deydi, effekt kamday tuyulib ketyapti. Shuning uchun
Videoni shu yergacha ko'rganlar, oxirigacha ko'ringlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Meni mehnatimni qo'llab-quvvatlash faqat sizlarning kommentariya, layklaring, obunalaring orqali xolos. Menga sizlardan boshqa hech qanday nima talab yo'q. Tushunyapsizlarmi? Xo'p, bo'ldi. Endi mavzuga o'tamiz. Qaranglar, bitta ishda ishlaysizlar, davlat ishimi, xususiymi, farqi yo'q. Aytaylik 10 million so'm oylikli ish. Endi xo'jalikka kimdir 5 million ishlatar, kimdir 6 million ishlatar, kimdir undan kamroq, kimdir undan ko'proq. Unisi qiziq emas. Bir yilda 120 million so'mmi? Endi qarang, kuniga 8 soat o'sha ish bilan mashg'ulsiz. Ha? Haftasiga yakshanba kuni chiqarib tashlaymiz. 6 kunning ichida 48 soat vaqtingiz ketadi. Bir oyning ichida 4 haftani olaylik. 4 haftaning ichida siz 192 soat vaqtingiz ketadi. Vaholanki yana bir 3 kunni qo'shsak 210 soatlar bo'ladi. Mayli, 192 soat hisoblaylik-da. 10 million so'mni bo'ladigan bo'lsangiz, soatingizga 50 ming so'mdan daromad pul topayotgan bo'lasiz. Soatingiz uchun. Endi qarang, qo'ysak nima bo'ladi? Mana shu qo'ylarimizni daromadini to'liq hisob-kitobini dalillari bilan qilib ko'rsatgan videoyim bor. Shunda kelganki, so'yib sotsak va tiriklayin sotsak degan mavzu hisobini ko'rib chiqqanmiz. O'shanda bittasida 103 million, bittasida 110 million bo'ldi. Mayli 100 million deylik. Endi vaqtimiz kuniga 3 soat vaqtimiz ketmaydi. Lekin mayli 3 soat deylik. Oyiga 30 kunga ko'paytirsak 90 soat bo'ladi. Mayli 100 soat deylik. 100 soatingizga 100 millionni shunday chaqsangiz, endi bundayda oyiga buni hisoblaymiz, 100 million daromadimizni qo'yimizni 8 oy boqqan bo'laylik, 8 oyda 12,5 million. 100 soatni shunday 12,5 ga bo'lsak, soatimizga biz 125 mingda daromad qilyapmiz. Endi boyagi akamizning savollari bo'yicha 5-600 dollar, 5-600 dollarimiz 600 dollar deylik, so'mimizda qancha bo'ladi? 7 million 200 ming so'm bo'ladi. Unga ham qandaydir talab bo'lishi kerak, mehnatingiz bo'lishi kerak, boshqangiz bo'lishi kerak. Hammada ham unaqangi bir yerga berib qo'yadigan pul yo'q, to'g'rimi? 30 ta qo'y olib boqib, shuning orqasidan qo'shimcha daromad qilib, agar boyagi davlat ishida ham ishlaydi. Ertalab ozgina, kechqurun ozgina, obedda обязательно baribir uyda kimdir bo'ladi. Bo'lmadi deganda ayolingiz uy bekasi bo'lishi mumkin, uyda bo'lishi mumkin. Endi qo'y boqishga sharoiti bo'lgan odamlar baribir uyda kimdir bo'ladi-da. Bularga bir qur hayshak solib qo'yish 20 minutlik ish emas. 20 minutlik ish emas. Oxirida bitta chiroyli pul qilib beradi. Barakasi shundaki, o'sha payt kami ko'stingizda bir joyingizni rostlab olasiz. Yoki bir tagingizga mashina olasiz. Yoki bitmay turgan 2 xonali uyingizni bitirib olasiz. Oyligingiz ketaveradi. Ana baraka. Ana baraka. Endi bu yilisiga o'sha daromadingiz yana ham ko'payadi. Inflyatsiya degan tushuncha bor. Inflyatsiya, pulning qadrsizlanishi. Bu yil misoldan olgan vaqtingiz 4 milliondan olgan qo'yingiz keyingi yil xuddi o'sha vaqtda 4,5 million bo'lishligi mumkin. Shuni hisobiga pulingizni inflyatsiya ta'sir qilmay o'tib ketadi. Tushunyapsizmi? Tovaringiz bo'lganligi uchun inflyatsiya ta'sir qilmay 4 millionga olgan qo'yingiz keyingi yilga pulingizni inflyatsiya ta'sir qilmagan holatda o'tkazib beradi hayvonlar. Mana foyda qayda? Mana nimaga qo'y boqish kerak? Ko'pchilik ish yo'q, ish yo'q, aqa ketaman, baqa ketaman. To'g'ri, hammada ham misol 30 ta qo'y sotib olib boqish uchun misol 4 milliondan bo'lsa 120 million, uncha pul yo'qdir. Mayli, 10 million bilan boshlang. 2 ta qo'y olib boqing. 8 oy emas, 4 oy yemlab sotib, o'rniga yana 4 oy 4 millionlikdan 4 ta tashlang. Umumiy nuqtai nazarda ko'ryapsizlarmi? Mayli, 4 ta bermaydi, 3 ta beradi. Bir oyda 3 marta olib soting, yemlab olib soting. Ikkita qo'yingiz yilda oxirida 6 ta bo'lsin. Shu sekin ishoning, yaxshi daromadga olib chiqadi. Hisob-kitoblar bilan keltirib berganmiz.
O'zimizda mana sotuvda ham qo'ylar bor. Olaman, yangi ish boshlayman degan odamlar keling, mana shu kanalimizdan ko'rib keling. Men nima deydi, bozorda sotilayotgan narxdan yoki bu endi birinchi ish boshlayapman, lavzimga ishoning, lavz erkakcha lavz deb keling. Men sizga ko'chada yo bo'lmasa birovga sotayotgan pulimdan yengilroq qilib bermasam, otam bo'lmasman. Kelinglar. Qo'ylarni ham chiroylarini qilib beraman. Xulosa. G'oyibidan kelgandek bo'ladi. Qo'y boqsangiz oxirida pul yaxshi pul chiqadi. To'g'ri. Har oylik yoki har kunlik ish pul yo'qdir cho'ntagingizda. Lekin oxirida bitta lo'g'itgina, lo'ndagina, chiroyligina pulni olasiz. Qo'y boqsangiz, baraka shunda. U ham mayli-da. Ularni bunday xashak berganda, yemini berganingizda bir maroq bilan yeyishligini, motivatsiyasini hech kim bermaydi. Hech nima bermaydi. Faqat uni qo'yga ishqiboz, qiziqayotganlar biladi. Endi men har safar shu qo'ylarimni ko'rsatishni to'g'risiga xohlamayotgandim, lekin mana hozir ko'rsataman. Mana har safar shu videoda bitta qo'yimni ko'rsatishim mumkindir, lekin qo'ylarimni mana holatini ko'ryapsiz. Mana hozir videoda qanday tushyapti bilmayman, chunki telefon teskari turgan holatda, menga teskari turgan holatda ko'rinyapti. Mana bu qo'yni qaranglar, o'rtoqlar. Bu qo'yni qaranglar. Shu qo'yimizning uzunligi 1 metrdan oshiq, balandligi 95 sm chiqadi. Qo'yingiz shunaqa chiroyli, shunaqa gavdavoshtik bo'lib bersa, ana sizni bir nima deydi? Puli mayli, foydasi. Motivatsiyangizni shunday ko'tarib beradi. Maza qilasiz. Haqiqatda maza qilasiz. Oxirida bir chiroyli natijaga erishgandan keyin maza qilib olasiz. Unda boyagi boshqa joydan topgan pulingizda qolmasda, bu barakali. Xo'p o'rtoqlar, vaqtingiz bormi, sharoitingiz bormi, imkoniyatingiz, joyingiz bormi? Hayvon qiling. Hozirgi davrda nima deydi? Bundan bir 10 yil, 15 yil oldin, qishloq sharoitda ham o Malibu'm bor. O zo'r ekan Malibu, malades. O Captiva, o dahshat mashina. Qandaydir ijtimoiy tabaqa shu mashinalar bilan belgilanganda tuyulardi. Biz yoshroq bo'lganmiz, balki bizga shunday tuyulgandir, asli unday bo'lmagandir u. Lekin hozirga kelib mashinaga unaqa qiziqish unchalik darajada emas-da, yoki tabaqani belgilab beradigan buyum sifatidan chiqib ketdi. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham, boshqa yerda ham hamma yerda hayvon, fermachilik, qo'y boqqan, mol boqqan, bir tovuq boqqan qo'yinki, shu nima deydi? Ish rivojlanib ketyapti. Hozir o 30 ta qo'y bor ekan, o zo'r ekan, malades 30 ta qo'y bo'lsa, deydigan bo'lyapti. 50 ta qo'y bo'lsa, o вообще zo'r ekan-a. Malades lekin 50 ta qo'y bo'lsa, deydigan bo'lyapti-da. O'rtoqlar, o'shaning uchun harakat qiling. Har oy, misol 10 million so'mlik oyligingizni 6 milliondan qo'yib qo'yib, qo'ygan vaqtingiz o'sha 6 millionga bitta qo'y bersa, yanagi yil o'sha pulingiz o'sha 6 millionligicha turadi. Miqdor jihati o'zgarmaydi, lekin boyagi 6 millionlik, o'tgan yilgi 6 millionga beradigan qo'yingizni bu yil bermaydi. O'sha yoshdagi, o'sha vazndagisini ham bu yil bermaydi. Bundan ko'ra qo'y tashab qo'ying. Har oy bitta oyligingizni bir qismiga bittadan qo'zg'ab tashab qo'ying. 12 oyda 12 ta qo'y bo'ladimi? Oxirida bitta sotsangiz, siz 12 oyda 6 milliondan 72 million yig'sangiz, 12 tasini keyin 8 milliondan soting. 96 million. Orada sizga 24 million qaydan beryapti? G'oyibidan, barakasidan, Allohning barakasi shu. O'rtoqlar, hammani chorvasiga. Videoni qisqa qilaman dedim, 14 minutlik bo'lib ketdi. Hammani Alloh chorvasiga baraka bersin, hammani ishiga baraka bersin, hamma o'ylagan niyat maqsadlariga yetsin. Ishlaringizga, chorvangizga Alloh baraka bersin. Kommentariyada, videoni laykida sizlarni kutib qolaman. Bosib bomba qilib tashlaylar. Qancha ko'p odam like, kommentariya yozsa, videomizni shuncha ko'p odamga YouTube algoritmi tavsiya qiladi. Kelishdikmi o'rtoqlar? Ishlariga omad.